Yo bachchalar salom sizlar bilan bugun montaj o'zida короче bo'ldi. Bugun prank qilamiz. 3-0 yutqazib berib, endi men bunaqa jo'stik rokmasman 3-0 yutqazib berib 5-3 yoki 5-3 ga yutib ketishimiz qanaqa zosh biz umuman o'ynashni bilmaymiz. Shuning uchun degani bitta digilcha mana ustani berdi, men digilchada o'tiraman. Men shunda digilchada o'taman. Slaviko. Ola Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar chunki Telegram kanal ochdim. Unda kimga avatarga bannerlar kerak bo'lsa, menga aytsalarni yozib beraman. Ismini yozib beraman. Ismini o'zlarining YouTube kanallariga ismini yozib qo'ysalar, men o'shanga qarab avatarga yasab beraman. Avatarga yasash eng oson ish bu avatarga yasash. Bannerim eng oson. Banner. Bu slabi. Bratishka. Amma turtda beraylik. Qachon video chiqishlari o'shalarda men Telegram kanalimga yozib qo'yaman bolalar. Mana shu videoni описаниесida men Telegram kanal stilkasini qo'yaman. Stilkaga bossalarini o'zi birdaniga olib kiradi. Bo'ldi bola. Endi boshlaymiz. Endi o'yinni boshlaymiz. Qaydagi bu bot deyapti. Yurgi bratishka. Bo'ldi. Boshidan yopildi bu. Bu слабый игрок gibi. Bromaliki polda. Bu ham ketdi. Endi akasi o'ynab beryaptim bunga. Kim o'ynab beryapti deb bola paqir hayron. Digilo drabashda headshot berib qo'ysa. Ay. Drabashda bersa bersin. Mana bu M4'da bersa bersin. M4'da. Lekin Tiglo drabashda bermasin, jonni yeb qo'ya. Bratishka. Tamay просто. Bo'lib o'tadigan narsani qanday yo'qib qo'ydingiz sanonin? O'tadigan narsa. Mana. Shunchaki deb bilmayman qanday qilganimni o'zim ham. Siri bor. O'rgataman.
Mayli ikkinchi marta o'ynaymiz. 2 marta o'ynaymiz. Adashdim. Dada adashdim. Boshqaga oldim. Aptishga ikkalasini tashlab o'ynayman. Nima bo'lyapti ekan bu? Что bize oynash bilmaymiz bize. O'zini zo'r qilib ko'rsatmoqchida. Nurik Soft. Kim edi bu? Bu Nurik Soft'da zo'r ig'roqma deb o'ylayman o'shanga. Prank qilamiz bolalar. Jaski ig'roq qo'yamiz. O'zicha bu. Chidolmaydi. Hammaga xayr bo'lsin, sizlar bilan bugun man bo'ldi. Prank qilgan uzr. Prankdan birinchi marta prank olishimda bo'lib, birinchi marta prank. Hammaga xayr bo'lsin, sizlar bilan bugun bo'ldi. Kamchiliklar bo'lsa uzr.